Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Ayni kunlarda yoz mavsumi respublikamizda demak kunlar isib bormoqda. Mana shu kunlarning isishi bilan bog'liq ko'ngilsiz hodisalar, ayrim vaqtlarda esa demak favqulodda vaziyatlarning sodir bo'lish ehtimolliklari ham mavjud. Shunday ekan, ushbu issiq kunlarda ayrim qoida talablariga rioya qilishi so'raladi. Kunning demak o'ta issiq bo'lgan vaqti soat 11:00 dan to mana shu 16-17:00 ga qadar salqinroq joylarda bo'lish tavsiya etiladi. Agarda ochiq havoda yurishga to'g'ri keladigan bo'lsa, bunday paytlarda albatta bosh kiyim bilan bo'lishi, kiygan kiyimlar o'sha paxta matosidan demak tayyorlangan bo'lishi kerak bo'ladi. Shu kunlarda demak suv ichish rejimiga ham rioya qilish so'raladi. Mana shu kunlarning isishi bilan bog'liq holda ham ayrim bir favqulodda vaziyatlarning sodir bo'lish ehtimolliklari mavjud. Bular demak mana shu kunlarning isib ketishi bilan demak aholi hamda bolalar demak cho'milgani suv havzalariga demak shoshilishadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi respublikamiz hududlarida o'rganish ishlarini amalga oshirgan. O'rganish natijalariga ko'ra o'sha daryolarimiz, ariqlarimiz, kanallarda cho'milish taqiqlanadi. Bunday joylarga cho'milish taqiqlanadi belgilari o'rnatilgan. Suvda cho'milishni aynan ruxsat etilgan suv havzalarida amalga oshirgan ma'qul bo'ladi. Unday joylarda demak o'sha xavfsizlik talablariga to'liq rioya qilingan. Yoz mavsumida o'sha dala dashtlarda, ayniqsa o'rmon hududlarida demak yong'inlarning ham kelib chiqish ehtimolliklari mavjud. Aynan o'rmon hududlariga dam olgani boruvchilar mana shunday joylarda demak gulxan yoqishlari natijasida ushbu vaziyatlar vujudga kelishi mumkin. Demak, yoz mavsumining ko'p yillik monitoring xulosalari shuni ko'rsatadiki, aynan mana shu yoz mavsumida ham yong'inlar bilan bog'liq demak vaziyatlarning sodir bo'lish ehtimolliklari albatta oshadi. Yong'inlarning kelib chiqishiga asosiy sabab mana shu elektr jihozlaridan foydalanish qoidalarining buzilishi. Aynan yoz mavsumida demak mana shu sovutgichlarga bo'lgan talablar, undan tashqari mana shu konditsionerlarga bo'lgan talablar ortishi natijasida demak qisqa tutashuvlar va bular yong'inga olib keladi. Respublikamiz aholisidan so'rab qolamiz, bitta manbaga bir nechta demak elektr jihozlarini demak ulash tavsiya etilmaydi. Bular qisqa tutashuv va natijada yong'inlarni keltirib chiqarishi mumkin. Aholidan aynan so'rab qolamiz, bunday joylarga borganda gulxanlarni yoqmang, gugurt yoki o'sha yoqilgan olovlarni demak yongan holda qoldirmang. Undan tashqari tabiiy yong'inlarning kelib chiqishini oldini olish maqsadida bunday joylarda shisha bo'laklari hamda mana shu shisha idishlarni qoldirish ham tavsiya etilmaydi. Mana shu shisha buyumlarining quyosh nurlarini bitta nuqtaga jamlab berish natijasida yong'inlarning ham kelib chiqish ehtimolliklari mavjud bo'ladi. Yuqoridagi qoida talablariga rioya qilsangiz, o'zingiz va yaqinlaringizni favqulodda vaziyatlardan saqlab qolgan bo'lasiz.